Aslida biz juda ham qiziq xalqmiz. Bahosi $1,500 telefonni navbatga turib bo'lsa ham, kreditga bo'lsa ham sotib olamiz. Unga eng qimmat chexol kiydiramiz, himoya oynasi taqtiramiz, yerga tushib tirnalmasligi uchun, to'g'rimi? Xuddi shu telefonni sotib olgan odamdan oxirgi marta qachon to'liq tibbiy ko'rikdan o'tdingiz? Organizmdagi mikroelementlar, vitaminlar balansini qachon tekshirtdingiz deb savol bersangiz, gap tayyor. Unga hozir vaqt ham, ortiqcha pul ham yo'q. Ya'ni biz bir necha yilda eskiradigan temir-tersak, mashina yoki texnikaning ozgina chizilganiga yurak bag'rimizni tilamiz-u, lekin bizga butun umr xizmat qiladigan, ichida millionlab hujayralar kecha-yu kunduz to'xtamay ishlaydigan tanamizga kelganda pulimizni ayaymiz. Eng arzon narsalarni qidiramiz. Siz o'zingizni taniyapsizmi? Telefon buzilsa, yangisini olish mumkin. Lekin jigar, yurak yoki qon tomirlari eskirsa, uni do'kondan sotib olib bo'lmaydi. Sog'lig'imizni yo'qotib kasalxonaga tushganda esa, texnikaga ayamagan pulimizdan 10 barobar ko'prog'ini berishga majbur bo'lamiz. Lekin shunda ham kech bo'lishi mumkin. Aytingchi, siz oxirgi marta o'zingiz va sog'lig'ingiz uchun qachon chin dildan mablag' yoki vaqt ajratdingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda sog'liqni qayta tiklashning eng to'g'ri yo'llari haqida suhbatlashamiz.